Aka, assalomu alaykum. Sağ olasın. Qo'ylarni yemish jarayonlari mana da xudo xolasa ki mana qo'zlar mana yemga tushdi xudo xolasa. 3 ta startda oxir mana. Yana bir 24 ta qo'y botadi mana shunday. Oh jonim. Ay. Kichkina oxirmi qo'zlarkida. O yerda ikkita oxir ham bor qo'zlar. Katta qo'ylar boryapti. Hamma. ZS-2 silos bilan kepi. Duvarni o'ynayapti. Mana yangi qo'zlar xudo xolasa. Qora qo'z. Xudo xolasa mashlar yozga chiqib o'ng olib bitadi, bahorda ko'kka chiqib. Mashlar gabalarda. Yemni qo'yapti qo'zlar. Mazasini bilib qoldi-da. 3-4 kun shuna olib yem yeb tursa, xudo xolasa. Endi xudo xolasa adirga chiqib qolsa bular o't yeydi aka. Yaytdi o't yegani bo'lay. Qo'zlar o'sha o'tga tushdi-da mana osmon xudo xolasa. Mana bu jippillab yurdi-yu, ash to'xlab bo'ladi aka, ketdi. Ammo uni olib ketgan. Ash sal kattaroq, ash taqadan 6 ta bordi. Bizden var. Bu ham canavar ham bolali qo'ymas. Yaxshi, mana qarang, qonni chiqib qoldi aka. Qonni chiqqanini qarang. Qo'ylarning hammasini qarang, qonni chiqib turibdi aka. Rosmona to'yapti, o'tga to'ysanglar. Endi ba'dir bo'lak aka. Endi yem ushlab turibdi-da. Yem ushlab turibdi. Adirga chiqib ketsa, xudo xolasa o'rni olib ketadi. Moy erkek ekan. Erkek ikkita. Bu 3-chi erkek, 4-chi erkek bu tarafdan. 4 ta erkek, 5 ta erkek. 5 ta erkek. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta qiz bu qo'zi mana.
urg'och. Zotga aka. Mo'rg'ochini qarang. Mana shu danga. Turishini qarang. Mashina ono. Xudo olsa sizga aka mana shu qo'zilar shu zo'r. Mana shu urg'och mana katta topal. Bu qizil urg'ochi. Bu egizni poyi bo'lish kerak bu. Bu urg'ochi. Ana urg'ochi olay erkak. Bu urg'ochi. Ana u ham urg'ochi. Bu kattalardan urg'ochi bu. Ha. Xudo olsa zo'r. Urg'ochilar. Ola bo'ldi, olib qolamiz.